Hammaga salom do'stlar, meni kanalga obuna bo'lib qo'yib, obuna bo'lsangiz shunga o'xshagan negirsa. Mana boshladik. Birinchi men kaltaga sug'urishni boshladim. Albatta, chunki birinchi bizga kalta kerak bo'ladi. Mana yarda qilyapman, chunki video juda cho'zib ketgan. Mana tezda tayyorlayapman. Mana toshlarni sindirishni boshladim. Mana yaxshilab sindiryapman. Hozir ovoz berganimda unda video uzoqlashib ketadi. Undan keyin musiqa qo'yib bergan bo'lardim. Mayli dedim, undan keyin boshladim. Hamma narsamni toshdan qilib olgandan keyin mana necha kutdim ish bor edi, qilib keldim. Ungacha necha kutib turasizlar. Unda ancha 1-5 minutga bo'lib ketdi. Shuning uchun ham tezlashtirdim. Mana juda tez toshyapman. Mana juda tezda qilyapman, chunki men hozir bu videoni uzoqlashtiryapman. Mana men hamma narsani yasadim, pechkani ham yasadim, 20 ta bularni yasadim. 2 kun bu yerda yashab qoldim. Mana bularni ovqatga oldim. Agar qornim ochib qolsa deb keyin boshladim va ketdim. Yuguryapman. Juda qattiq yuguryapman. Qishloq qidirish yo'lida qishloq qidirmoqchi edim. Undan keyin yo'limdan bitta tog' chiqib qolibdi. Tog'da yashaymikan deb o'ylab qolganimda yo'q bo'ldi. Boshqa yoqda uy bo'lishi mumkin desam, mana yoqda tekis yo'l bor ekan, avvalda ko'p bo'ladi dedim va boraman dedim va bu yoqqa kirdim temir olish uchun va bu yerda oldimda ketdim. 4 dona oldim va ketdim, yo'limni boshladim. Afsuski yurdim, topolmadim yo'limni. Albatta zo'rg'a mana nihoyat topoldim va sindirib dedim bittasini. Sekingina qo'yni bolasi bo'lsa ham nima qilibdi, baribir bankirafu deb o'ldirdim. Buni ham o'ldirdim. Bittasi o'lmaydi albatta. Men shit qilishganimni vaqtni tezlashtirib yuborganimga shuning uchun bitta udarimda o'lib ketdi. Mana bular ustiga qo'ydim, chunki yugurolmay qoldim. Keyin bo'lsam yaxshi ekan, unchalik tekis joylar ko'rinmadi-yu, lekin yeb oldim ovqatni, o'shanda yaxshi yugura oldim va divan yasadim. Qanday qilib desalaring, hozir mana shu yerda 2 ta qo'y chiqdi, urib keyin divan yasab oldim. Albatta bu rangi siyoh pushtroq, siyoh rang pushta, chunki boshqa daraxtdan qilolmayman, chunki u qo'yning qo'y u rangida qo'y, shuning uchun ketdim mana qo'yni o'ldirdim, yana bolasini o'ldirmadim, baribir go'sht bermaydi. To'g'ri o'ldirmay qo'yardim va bu yoqqa bordim, chunki tog'li hudud va bu yerda yaxshi narsalar bor. Shu bilan men bordim va